Nega? Avtobusingiz kelmayaptimi? Yuring, o'zim tashib qo'yaman. Boring, qol toshing tek. Xudoga shukr o'zimni qizim bor. Hozir kelib olib ketadi. O'zizga qarang. Hozir eshiting sevgi hikoyamni siz. Unda qatnashadi bir bola-yu bitta qiz. Chinni bozorda sotiladi basuda. Bolani ismi esa Baxtiyorov Paskuda. Qiz har doim olib kelardi uchrashuvga pechenya. Bola esa kasal edi, olar edi lechenya. 2 yosh baxil edi, qiz 100 kilogramm edi. Hattoki yigitini ovqatini yeb qo'yardi. Paskudani polvon qizdan ko'ngli sovib borardi. Uchrashuvda ba'zida qizdan o'zini olardi. Bu sevgi tarixini eshitib hayron qolganman. Vaqtida sigirimga o'zim bedab berganman. Yuragim to'ldi mani, bu qalbim o'ldi mani janona degan qo'shiqni qiz yig'lab eshitar edi. Bola esa chekada burnini kovlar edi. Paskuda sekin qizga qaramay qo'ydi. U bergan pechenyani umuman yemay qo'ydi. Endi sevgi hikoyamni finalini jonli ko'ring. Nega yigit o'zgarganin sababini o'zingiz ko'ring. Haydang jonka, men sizni tanidim. Iye, ozgina kechga qoldingiz-da. Nimaga? Men уже boshqasini tanlab qo'ydim. Mani tanlaganlar-da bular, oke. Iloji yo'qmi? Yo'q. O'shanda o'zingiz mashinamga o'tirmadingiz-ku? Mayli. Nozikcham, kechir mani.